Yo'q. Başı bolamni ham umriga rizqiga Alloh barakasini bersin. Nima niyat qilsalar niyat maqsadlarga yetsin. Biz uyimizni sotdik. Shu bolaga mayli bola ham o'lib o'ssin. Amin. Bolalarini orzu havasini Amin. ko'rsin. Hech kim qoqilmasin, yiqilmasin, kasal bo'lmasin. Siz jigaringizni bergani boruvdingizmi turmush o'rtog'ingizga? Shu meni bolam ham umid bilan ketdi. Noumid qilmasin Allohjon. Bar onani yaratmasin ekanda. Jigarsiz o'z bilan 2013dan beri og'riydi. Meni bolamga shuni chiroyli qilib yordam bervoringlar. Duo qilsanglar ham mayli, iltimos sizlardan. Jannatlarga kirgizsak, hech kim do'zax azobiga kirmasin. Allohim. Xullasi biz Uchqo'rg'on 17 gektar degan joyga kelyapmiz. FBK tomonda ekan. Endi bu yerga kelishimdan sabab mana kuni kecha jonli efir qildim. Ko'rgan insonlar o'zi bilishadi. Ko'rgan insonlar hozir adashmasam onaxon telefon qilyaptilar shekilli. Alo. Alo, keldingizmi? Ha, hozir poyezd yo'lidan o'tyapman. Ha, o'tib pastga taraf qilavering. Poyezd yo'ldan o'tib pastga. Qo'lingizdan ko'chaga. Xo'p, bo'pti ona. Xo'p. Mana qarab turibman. Katta mashina turibdi. Bo'ldi. Xo'p. Xo'p, mana poyezd yo'lidan o'tyapmiz. 17 gektar degan joyga kelyapmiz. Sabab bu yerga bilasizlar, men yordam temasidan chiqib ketganman. Aslida yordam temasidan chiqib ketganman ancha bo'lgan. Bu narsani qilish niyat balkim bo'lib qolishi deganman, balkim bo'lmas. Ya'ni ko'proq endi boshqa yo'nalishda bo'lganligim uchun bu narsa qilishga hali nima yo'q. Lekin Mansurbek o'z yo'nalishida bilasizlar 200 ming obunachimiz borlik paytda juda ko'p shunaqangi ishlarni qilganmiz. Shunda hurmatli obunachilar, Zulfiqor akamizni bitta videolari chiqib qoldi. Oldindan endi qo'limdan kelganicha biz ehsonlarni qilib kelamiz. Biz endi bunaqa ommaga ko'rsatib bormaymiz. Yana Mansurbek o'zi tiklaganligim sabab hozir shu yerga kelganman. O'zimizni kichkinagina o'zimizga yarasha shu ehsonni oldim. Va onaxonni hozir xabar olgani keldim. Bu yerda bilasizlar, bu onaxonni hozir o'g'illari jigar sirroz bilan Hindistonda davolanyapti. Bir sutkada, bu rekord darajada, bir sutkani ichida 30 ming dollar pul yig'ildi. Ko'rdim. 30 ming dollar pul yig'ildi. Bu degani juda ham katta natija. Endi bu narsani sizlarga hali aytib o'tirmayman, onaxonam hozir telefon qilyaptilar. Hozir birgalashib nima qilamiz? Biz bilan albatta do'stimiz ham borlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Joninglar sog'. Hozir ikkita yo'l keldi. O'sha poyezd yo'ldan tushganda hissamiz tiysin degan maqsadda. Poyezd yo'ldan yana tushganda bitta o'ng tarafga yo'l kelyapti, keyin yana to'g'riga bor. Qaysi biriga yuray? Ro'paramda yo'q, bu yerda hozir bitta Captiva'mi mashina turgan ekan va mana yonimdan Gentra o'tib ketdi orqamdan. Gentra yurgan yo'lgami yo bunisigami? Ha, bo'ldi. Meniki Oqko'bulda turibman. Ha. Bor ekan. Bo'ldi. Xo'p, ona xo'p. Xullas, hurmatli obunachilar, shu onani xabar olgani kelganmiz. Men to'g'risi gap ancha-muncha videolarga ta'sirlanmayman, sababi bu yo'nalish yurganligim uchun uncha darajada bilmayman. Lekin bu onamizni hozir ko'rasizlar, mana video boshida ham o'zi ko'rdinglar qisqa tarzda qanchalik o'zi ta'sirlanadigan darajada duolarni qilganlar va o'zlarini juda ham chiroyli gaplari. O'sha gaplari to'g'risiga meni juda ham ta'sirlantirdi. Namanganda bo'lganliklar uchun o'zim hozir vaqt ajratib hozir kelyapman. Shunday ekan, hurmatli obunachilar, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Bu onamizni shunchaki xabar olgani kelganmiz. O'zingizlar kuzatib borsanglar, hozir videoni ko'rsatishga va nima qilishga, ya'ni taqdim etishga davom etamiz.
to'g'ri. Lekin sizga gap yo'q, mana shu yerdan shu soatda ko'rganingiz uchun. Siz yoshingizga rozi aytaylik. Endi men ham mana shu Namangan shahridanman. Men shahardan kelyapman. Zulfor akamiz video chiqarganlarga to'g'ri ancharoq bo'lib qoldi, bir haftacha bo'ldi. Lekin biz o'sha adminlari bilan aloqaga chiqa olmasdan, sabnor o'tirasiz. Aloqaga chiqa olmasdan nomeringizni ola olmadik va kuni kecha nomeringizni berganliklari uchun sizdan birrov xabar olgani keldik. O'zingiz yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? O'g'lingiz qandaylar? O'g'limni operatsiyaga kirgizish kerak edi. Endi kirolmayapti, isitma chiqdi. Nima holatida qanaqa holatlar? Ash holatda isitma bor ekan. Isitma borligi uchun, Isitma borligi uchun, yo'tal borligi uchun kirolmayapti. Yana plazma quyib turib kirgizish kerak edi uni. Ashunga endi qani yana harakat qilishyapti. Kecha borib yana isitmasiga dori ko'l olib, yana qaytibdi, yotibdi hozir o'shayda yotoqxonasida. Bu narsa lekin juda ham katta natija bo'ldi. Bunaqa holatlar aslida juda ham kamdan kam bo'ladi. Biz ham shunaqa yo'nalishda yurganmiz aslida. Biz juda ko'pchilik insonlarga uyqu berganmiz, boshqa qilganmiz. Orada endi to'xtalishlar bo'lgan. Biz mana yaqin kunlarda yana boshladik shunaqa ishlarni va haqiqatdan men ancha-muncha narsalarda uncha ta'sirlanmadim. Lekin sizni holatingizni ko'rib, holatingizga men o'zim tushib ko'rib, onangizorni shunchalik farzandiga haligi oxidotlarni eshitganimdan keyin to'g'risi erkak kishi bo'lsam ham ko'zimdan yosh keldi. To'g'ri. O'shaning uchun men sizga xabar olay deb o'sha bir haftadan beri nomeringizni kutaman. Kunigacha kelganligi uchun bugun mana vaqtimiz o'tgan kuni keldi shekilli, bugun mana vaqtimizni topib siz oldingizga xabar olgani keldik. 24 soat ichida hurmatli obunachilar juda ham haligi katta natija bo'lib $30,000 yig'ilib berildi. Mana shu narsa o'sha nimaga yetadimi operatsiyalarga? Endi Xudo xolasa yetsa kerak, yetadi. Yetadi deb aytamiz. Ha. Aqdan operatsiyalarni qilib Xudo xolasa yetdi desa shu bizga. Ortib qoldi desa yana bizga. Alloh qo'llab-quvvatlasin ilohim. Endi bizni kuzatayotgan insonlar uchun ham albatta biz o'zimizni kartamiz bilan mayli sizga yordam bo'lsin, telefon nomeringizni, kartalaringizni qo'yib beraman. Mayli keyinchalik kim yordam beradigan bo'lsa, chunki bu narsa pul yig'ildi, bu narsa yana yordam o'zi nima bo'ldi degan emas. Baribir u yoqdan bankadan kelganlardan keyin o'ziga yarasha litsenziyalari bo'ladi. Qanaqadir biz tomondan va bizni ko'rayotgan obunachilar tomonidan qanaqadir yordam bo'lishi mumkin. O'zingizga. Va bu yerda hozir mana ichkariga hali biz bizni obunachilarga ozgina tanishtirib o'tishimiz kerak sizni holatingizni. Sababi biz tomonidan boya aytmoqchi, qanaqadir yordam bo'lsa biz xursandmiz. Bilishim bo'yicha onaxon uyingizni sotgansiz-a? Sotdim, mana shu uy edi-da. Hozir endi ichkariga kirib bu holatni ham hozir ozgina ko'rsatamiz. Birinchini o'zimiz ozgina bo'lsa-da qisamiz qo'shaylik deb. Baribir nima desa, bu ehsonimiz bor, hozir olib kelganmiz. Hurmatli obunachilar, bu narsa haqiqatdan videoni o'zi boshida ko'rgan bo'lsangiz, quyosh tomonda turmang, u video haligi xira chiqadi, shuning uchun shu narsaga e'tibor berasiz. Operatorimiz Musoxon akadan. O'shaning uchun ta'sirlanib kelganman. Mana o'zingizlar Zulfiqor akaning kanallariga va video ostiga ссылканы qo'yib qo'yaman. Kirib ko'rishinglar mumkin. 24 soat ichida juda ham katta natija bo'lgan. Qay qo'ya onaxon? Hozir qayerda yashayapman? Shu xonadondami? Yo'q, narigi tomonda yashayapman. Qayerga qo'yay buni deyman vallahi. Olib kelaverami? Hozir yashab turibsizlarmi? Ha, yashaydi. Mana shu chekroq qo'yaver, ha? Ha, safroq qo'y. Bularni yashab ketadi. O'zi boshqa o'tiradigan joyingiz bormi xola? Ha, bor. Ashu narigi tomonda uy bor. Ashu uyda o'tirib turibdi hozir. Onajon siz baqa o'tiraymi? Men baqa o'tiraman. Endi hozir uyni ham sotish kerak. Sotib keyin Sal yaqinroq kelaverasiz.
Bu bolamga. Hadi. Sog' bo'lsin, umringlarga rizqinglarga Alloh barakasini bersin. Avvalo Xudo Parvardigoriga qo'llab-quvvatlasin sizlarni. Bundan ham martabalaringlar ulug' bo'lsin. Sog' salomat yurishlikni nasib qilsin. Kimki nima niyat qilgan bo'lsa, niyati maqsadiga yetsin. Bizga birni bergan bo'lsa, menga berib qo'ysin. O'rnalarini to'ldirib qo'ysin Allohim. Shu musofirda yurganlar ham, hamma safarda yurganlar, o'sha yurtlar ham tinch bo'lsin. Butun dunyo tinch bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin. Podsholarimiz odil bo'lib, hamma sog' salomat yurishlikni nasib bemorlarga shifo bergin, yiqqatlarga yo'l bergin, qarzi borlarga najot bergin, qarilarga imon bergin, yoshlarga insof bergin, farzand yo'liga farzand bergin. Allohim davlat so'raganlarga davlat bergin. Kimki nimaiki niyat qilsa, niyati maqsadiga yetsin, murodiga yetsin. Sizlar ham sog' salomat yuringlar, hech kim kasal bo'lmasin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina rahmatka ya arhamar rohimin. Onaxon, sizni nima desa bo'ladi? Ogohlantirmasdan shundaygina video qilib keldik. Bu narsa uchun balki uzr so'raymiz, balki bloger sifatida biz tanishtirmagandirmiz. Boya siz bilan tanishtirmadim-da, boya aytdim, men sizga shu boraman, o'zim o'qisam bor deb. Chunki bizda ham o'zimizga yarasha musofirda asosiy kuzatadigan insonlarimiz bor. Xudo xohlasa qo'ldan kelganicha ular ham yordam berishadi. Nechta farzandlaringizdan bor? Farzandim 3 ta edi. 3 ta o'g'ilmi? Yo'q, qiz. 3 ta o'g'il. Bittasi o'tib qo'ygan, o'rtancha. Kichkina farzandim bor hozir oldimda. Ashi bilan birga o'tiraman. Hozir kichkina farzandingiz, ya'ni o'g'il farzandingiz. O'g'il farzandim xotini bilan. Videolarda ko'rishimda men ozgina o'zimga bilishim bo'yicha shu farzandingizni ham oilalari bor va mana bu xonadonni sizlar уже sotgansizlar, sotib keyin o'sha jo'natgansizlar, to'g'rimi? Ha. Endi mana shu uyda ham u o'tgan bolamni farzandlarini haqqi bor ekanda. Bu yerda. Ha, shuning uchun 17 million olganim yo'q, 14 million oldim xolos. Necha pulga sotgansiz bu xonani? 17 million. 17 ming dollar. 17 ming dollarga sotib, jigar sirroz bo'lganliklari uchun o'sha yoqqa jo'natdingiz. 14 ming dollar oldim. 3 ming turibdi. Qachon bayda keyinchalik bir sud put bo'lib, o'sha ajram qilib bu uyni nima qilsa, keyin u bolalarga bir ikkita farzandi bor, o'tgan bolam, ashlari haqqi bor ekan. Ularni ham rozi qilib sekin-sekin buni o'tkazib beraman. Ularga. Bu uy egasiga. Endi quyosh tushib qolmayaptimi? Yo'q. shunaqa gap. Hop. Dunyoda shunaqa ishlar bo'lib ketdi-da. Kim o'ylabdi bu ishlarni? Mayli, hamma narsani ham Shunisiga ham shukur. Allohni bu sinovi, bu dunyoda sinovli dunyodamiz. Chunki aytiladi-ku, bemorni ham, mana shunaqangi nimani ham kimga berar ekan? Alloh taolo suygan bandasiga berar ekan. Alloh suygan bandasi ekansizlarki, shu narsani sinov sifatida beribdi. Xudo xolasa Alloh taolo jannatlarda sizlarni mukofotlaydi inshaalloh. Shunchalik darajada mana chiroyli duolaringiz bilan mana juda ko'pchilik insonlar yordamlarni qilishibdi. Haqiqatan bu haligi 30 ming dollar bu kichkinagina summa emas. Bir xojona 10 ming dollar beribdilar va undan keyin 3 ming dollar yana kimdir bergan va kartalarga yig'ilgan 15 ming dollarlar bor. Buni Zulfiqor akani o'sha videolarda ko'rganimizda shu holatlarni mana ko'rdik, sizlar ham ko'rib turib o'sha narsani bilishingiz mumkin. Operatsiyani kunini hali aniqini aytmadimi? Yo'q, bu kiradiganda apparatdagi u xotinniki to'g'rilagan edi. To'g'rilab, etap-etap qilib tushirar ekan. Buniki 1 plus edi-da. Xotinniki 3 plus edi. U xotinniki tushirguncha nima qildi? Ashnaqa qilib o'sha o'zlari endi doktorlarning ishini biz bilmaymiz. To'g'rilaganda yana to'g'ri bo'lmagan ekan, yana dedi, anaqaga yana kirgizib, yana dedi, yana bir plazma shunaqa narsalar bilan tayyorlab turib, keyin kirgizamiz
deganda bundan isitma chiqib qolyapti. Isitma chiqib yo'tal bo'lyapti qoldi. Isitma bilan yo'talda uni sog'lom turganda operatsiya qilish kerak ekan. Unda mumkin emas ekan. Endi xudo xolasa hozir telefon qildim. Shanbaga xudo xolasa kirsak kerak. Uni chehrasi ham tuzuk. Yaxshi bo'lgin, iloyim yaxshi. Nima bo'lgin, mana duodaman deb hozir gaplashdim. Xalqimiz ham xudo xolasa bilan qarab turishmaydi. Xalqimiz ham duo qilishsin, duoni qilinglar. Eson-omonchilik bilan operatsiyadan kirib chiqsinlar. Chunki operatsiya bu o'z-o'zidan bo'ladigan narsa emas. Mana men ham o'zimni boshimdan o'tkazganman. Bundan mana hozir 2 yil bo'lay deyapti. Bundan oldin meni ham boshimga o'simta chiqqandi-da. Mana shu o'simtani mana shu yerda men tekshirtirganimda meni hattoki rak deyishgan. Aslida bu rak bo'lmagan, to'g'ri, o'shunga yaqinroq narsa, lekin o'simta bo'lgan. O'simta bu mana shu ikki ko'zingizni ketayotgan ikkita kresi bo'lar ekanda. Bitta nur bu tomonga bersa, bitta nur bu tomonga beradi. O'shani o'rtasida bez bo'lar ekan. Ana shu bez o'sishda davom etgan. Bu narsa qisgan, bu narsani qachon men bilganman? Ko'zimni xiralashishni boshlaganda. Ko'zim xiralashgandan keyin doktorga bordim. Ko'zimni tekshirtirdim. Ko'zimni tekshirtirganimdan keyin doktorlar aytayaptiki, sizni ko'zingiz holati juda ham yaxshi deyapti. Siz dedi boring, ana MRTga tushib keling dedi. MRTga tushdim. MRTda keyin xulosani shuni aytishdiki, siz srochno go'zalda bir insonga aytaman, o'sha insonni ko'rining. O'sha insonni ko'rindim. Ko'ringanimdan keyin haqiqatdan bu doktorlarning o'zida ham mana ochiqchasiga aytadigan bo'lsam, bemorlar hech qachon bunday qilib qo'rqitilmaydi-da. Meni to'g'risiga qo'rqitishgan. Qopqog'ingizni mana qilib ochamiz, keyin u yerdagi narsani shunday qilib kesib tashlaymiz. Allohga yoqqan tomoningiz bo'lsa, siz sog' bo'lib chiqasiz. Doktorning gapi emas. Bu meni shaxsiy narsam. Doktor gapirish kerak. Men shuncha davomida men 100 ta bemorni operatsiya qildirganman. Shu operatsiya mobaynida 90 tasi yaxshi chiqqan, undan 10 tasi shunaqa holatlar bo'lgan deb tushuntirsa, ha, 90% qanaqadir o'zini ishonchini aytayapti, знаете, bu doktorga ishonsa bo'ladi degan gapni eshitsangiz bo'ladi. U 50 ga 50 deyapti. U qopqog'i ochib unday qilaman degandan keyin men nima qildim? Hojona men bordimda bizni bir sherigimiz, ya'ni kollegamiz bor edi, Dilmurodjon. Bu Oxonov vlogda juda ham ko'pchilik insonlar bilishadi. O'sha do'stimizga telefon qildim. Menga o'simtani qaytaradigan va jigar sirrozgan sizlarga oldinroq aytishgan bo'lishi ham mumkin. Bu narsaga ham asosiy bo'ladigan tuya suti bilan shu tuya sutiga aralashtirilgan peshob deydi. Peshobni aralashtirib ichiladi. O'sha narsani ichishni boshladim. Qandaydir menga foyda bo'ldi shekilli, lekin uni ichishi o'zi bo'lmaydi. Juda ham achchiq narsa, juda ham неприятный narsa, lekin payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning davrlarida ham o'sha narsa davo sifatida kelgan. Uni juda ko'pchilik insonlar bilishadi. Keyin unutilib ketdimi? 20 kuncha ichdim. Aslida men 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oylab ichishim kerak edi. Keyin unutilib ketdi. Oradan 3-4 oy o'tgandan keyin ota-onamni umra safariga jo'natdim. Umra safariga borib kelishgandan keyin boshim уже og'rish boshlandi, ko'zim xiralash yana kuchayishni boshlandi. Onamlarni Toshkentdan borib kuzatib borganimda men aytdimki, ana shu doktorni eng yaxshisiga borib bir uchray dedim. Keyin borib uchraganimdan keyin u yerda уже menga haqiqiy tashxisni qo'yishdi. Sizniki shunaqa kasallik, mana shu kasallikda shunaqa holatlar bo'ladi. Sizniki unaqangi darajada miyangizni ochadigan narsa emas dedi. Faqat hozir zamon уже o'zgarib ketibdi dedi. Burundan turib kirib shu narsani olib chiqishdi. Bu narsa albatta 15 kun ichida davom etdi. Bir kunda operatsiyadan chiqdim. Buni bizni kuzatib borgan insonlar juda ham yaxshi bilishadi va bir hafta tayyorgarlik ketdi menga operatsiyaga. Qolgan bir 5 kuni operatsiyadan chiqqandan keyingi kuni faqat davolanish, o'zini holatiga keltirish, narkozdan keyin chiqarib o'sha holatlar keldi. Boya sizga bekorga aytib o'tmadim. Baribir больницаdan kelgandan keyin, Hindistondan kelganlardan keyin bu yerda o'ziga yarasha lecheniyalar bo'ladi. Dorilari bo'ladi, ikollar bo'ladi, boshqasi bo'ladi va o'ziga yarasha nimasi bor. Shuning uchun bizni ham biz bitta emasmiz, ikkita emasmiz, bizni kuzatayotgan insonlar juda ham ko'p.
qo'llaridan kelishganicha xudo xolasa yordam qilishadi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, hurmatli obunachilar, uji bu yerga va egalari kelib, ko'chib kelib bo'lishibdi. Bu uji sotib bo'lingan. Bu yerda adashmasam uji ikkinchi nimani sotib bo'lingan. Bozorga borib yuraman. Bozorga borib, o'sha yerda tirikchiligimni qilib kelaman shaharga borib. Shu ko'proq qayerda ko'rganmansiz, shu bozorda ko'rgan ekanman-da, bozorda. Uyim shu bozor orqasida. Shirin 4-chi maktab bo'ldi, yo 4-chi maktab, Varos ko'chada. O'sha yerda katta bo'lganmiz. O'sha yerda. Ha, va tirikchilikda aybi yo'q. Ha, 2013-yilda boshlangan bo'lsa, mana Sirroz o'tish xavfi bor deganda, o'shanda o'tgan ekanda. Endi o'sha ko'l dori qilib yurib, xuloskalom vaqt soat shu ekan. vaqt soat shu ekan, to'g'ri. Eng asosiy, o'g'lingiz necha yoshda hozir? 84-yil. Mendan 1 yosh kattaroq. Men tengqur ekanlarda deyarli. Men 85man. O'rtancha o'g'lim. Nechta farzandlari bor? Ikkita. Ikkita farzand. Bitta. Kattasi 5-sinfda, kichkinasi 2-sinfda. Jigar o'sha chiqarar ekanda istamani. Hamma narsaga qonlarga bog'liq ekanda. To'g'ri. Ya shamollasham bo'lishi ham mumkin. Endi bizda taxmin. Endi uni doktorlar biladi. Nima darligini. To'g'ri. Bo'lmasa Aydan keyin yana zon allaqay yutkazyapti, yutkazmaydi buni dedim. Ha, biz bilishimiz kerak dedi. Yana qanot qilaverib shundan ketdi. 3 sutkada, 2 sutkadan 1,5 sutkada tikish iloji bor ekan, tikdi. Endi sizlar tez yana bormasanglar bo'lmaydi Hindistonga deydi. Yana harakat qildik. U oktyabr oyi deydi. Qishi bilan yana kutib qo'yaverasiz. Endi mana xuloslar. Bu 2024-yildagi holatni gapiryapsiz. 24-holat. Bu narsa 2013-yilda boshlanganmi? Bu bemorlik. Sirroz, 2013. yoshligida kasal bo'lgan. Ha, sariq kasal bo'lib, o'zi holati shunday bo'ladi, aslida. 2013da shu jigar sirrozga o'tish xavfi bor ekan deganda. Men ikkita yetimim bor, endi ikkita yetim bolam bor. Mana sizlar o'shani bolalari 20 ga kirganda o'zlari hisob kitob qilib oladi. Men erga tegdim, erimdan bolam bor. Boshqa gap yo'q deb, shunaqa qilib qo'ydi. Menga gapirishmaydi ham. Chiqayni, ha bo'pti dedim-da, yana bolam ashdan o'rayverdi. Dedim, "Ke bolam" dedim, "Alloh bir yo'lga boshlaydi." Dedim-da, tas chaqirib bularni. Shunaqa deb mana deb tilxat yozib, qo'lga qo'yib berdim. Men shuni shundoq qilaman, xudo xolasa, boshim omon bo'lsa, men sizga mana shu uyni berdim mana oxirigacha ana qilaman. Men bolalarim, u bolamni dedim, operatsiyadan olib keltirib, xudo xolasa nima qilsam, 3 oy ichiga muhlat bering dedim. Endi bu 1 oyda, 2 oyda bo'lmaydi. Bundan so'ng mana 15 kun jo'natdim. 16 kun, bugun 24 kun bo'lyapti. Borganda operatsiyaga siras kiradi. Mana kasallar boryapti. Anaqasi yo'q ekan. Borib kirib operatsiya bo'lib chiqishyapti. Undan borgan nechta kasal operatsiya bo'ldi. Abi bu safar kiraman deydi. Istimi bo'lib qoladi. Bu safar kiraman, endi pulni qilib jo'natib yubordik. Endi kiraman desa, istimi bo'lib qolyapti. Endi uni istamada unaqada operatsiya qilib bo'lmas ekan. Ana xudo xolasa yana hozir kuch-quvvat to'pla bolam. Hech nimani o'ylama. Faqat shu operatsiyadan kirib eson-omon chiqib olgan deb hozir yana duo qildim. Hech nimani o'ylama. Keyingi hayoting mana men boshim omon bo'lsa, hamma narsa topiladi. Uyni g'amini qilma, boshqani g'amini qilma. Faqat sen ashidan chiroyli bo'lib chiqsang bo'ldi. Eng katta narsa shu. Shu eng katta narsa. Hamma hammaga yalayapman, uy duo qilinglar. Uy duo qilinglar, ha qilyapmiz duo. Deb ashna hamma kutyapti buni operatsiyasi nima bo'ldi. Shu bir natijani kuzatayotgan insonlar ham bor. Bizni kuzatayotgan insonlarning ichida hattoki o'sha Zulfiqor akani kanalidan ko'rib, siz videolarni ko'rgan insonlar ham bo'lishi mumkin. Nima bo'ldi natija? Chunki Zulfiqor akaning kanalida asosan 1 sutkalik narsani chiqariladi. Undan keyin shu natija qanday holat bo'lgan, chiqarilish mana endi boshqa kanallarda chiqishi mumkin-da. Baribir bu narsani juda ko'pchilik insonlar kuzatadi. Shuni holatiga endi biz shunchaki mana xabar olib keldik. Iloyim umringiz uzoq bo'lsin. Xudo xolasa
diqqat bo'lmang hojona inshaalloh yaxshi bo'ladi. Bu kunlar o'tar ketar. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Hozir Yaxshi kunlardan ham berar Alloh. Shunchalik endi undan bag'ri yaxshi kunlarni bersin. yaxshi kunlarni beradi. Xursandchilik kunlarini ko'raylik. Allohim. Xudo xolasa. Alloh yagona. Alloh yagona, Alloh O'ziga oson, hammasi. o'ziga oson. Bir zumda shunday deganda operatsiyadan yaxshigina chiqishi mumkin. Buni nimasi yo'q. Alhamdulillah, Xudoga shukr, rahmat. Tanjaningni sog' bo'lsin, umringizga, rizqingizga Alloh barakasini bersin. Bundan ham martabalaringni ulug' bo'lsin. Yuzlaringni issiq ko'rsatsin. Allohim sog' bo'lib, salomat bo'lib yuringlar. Birinchi o'rinda sog'liq ekan. Ilohim hamma el yurtimiz hammasi tinch bo'lsin, sog' bo'lsin. Nima niyat qilsa, niyati maqsadiga yetsin. Bizga bir bergan bo'lsa, menga berib qo'ygin, o'rnalarini to'ldirib qo'ygin. Parvardigoriga murodiga yetsin hamma. Amin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban rahmatika. Sog' bo'lib yuringlar bolalarim. Hurmatli obunachilar, ko'rayotgan bo'lsanglar, bu holatni mana sizlarga ko'rsatdik. Bundan keyin inshaalloh akamiz eson-omon kelganlarida yana bir ko'rsatishimiz mumkin. Yana onamiz bilan telefonlashib turamiz. Uning vaziyatiga qaraymiz va faqat nimada bo'lamiz? Duoda bo'lamiz. Eng asosiysi shu eson-omon operatsiyadan chiqib kelsalar bo'ldi. Hammaga ham nima kerak? Sog'liq va salomatligi. Sog'liq birinchi o'rindagi narsa. Boshqa hech narsa ko'zga ko'rinmaydi. Chunki odamni boshidan sog' salomat yuringlar. aytganingiz kelsin. Odamni boshidan o'tgan insongina biladi. Sog'liq birinchi o'rindaligini. Chunki men ham boshimdan o'tganda boya hojona aytib o'tdim. Ana shu doktor menga shunday deganda, har bitta kunim farzandlarim nima bo'ladi? 3 ta farzandim bor. Farzandlarimning kelajagi qanday bo'ladi? Shu narsa mana shu miyamni oldidan, ko'zimni oldidan o'tishni boshlagan. Men o'zi kun sanashni boshlaganman. Qaysi kunga qadalib bu dunyoni tark etarkanman. Lekin bu narsa juda ham psixologik qattiq ta'sir qilganda. Mana shu narsalarga doktorlar ham e'tibor bersa yaxshi bo'lardi. Hammasiga boriga shukr. Boriga shukr. Boriga shukr. Ilohim. O'sha doktorlarni ham boriga shukr. Hammani boriga shukr. Ilohim, bu dunyoda shukr qilib o'tsak hamma narsa bo'ladi, Xudo xolasa. Alloh mendan harakat, sendan barakat degan. Sendan harakat, mendan barakat degan. Ilohim hammaga barakasini bersin, ilohim. Ishlarga rivoj bersin, yo'llarini ochiq qilsin, omadini bersin. Allohu akbar. Xudo xolasa, hojona diqqat bo'lmang. Duodamiz, ko'pchilik duodamiz. Xudo xolasa. Nomerlarni albatta video ostiga qo'yganmiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mana shu onaxonimizga qo'lingizdan kelganicha o'zingizlarning yordamingni ayamanglar. Chunki bilasizlar, baribir operatsiyadan kelganlardan keyin ham qanaqadir haligi baribir yordamlar kerak bo'ladi. Telefon nomeri orqali xohlasanglar o'sha kartadan raqamlarni so'raysizlar, kimni kim yordam bermoqchi bo'lsa, bemalol nima qilishingiz mumkin. To'g'rimi do'stim? Albatta. Unaqa bo'lmasa, bizni kuzatayotganlardan bir duo qilib. Ilohim tanjaningni sog' bo'lsin, umringizga, rizqingizga Alloh barakasini bersin. Nima niyat qilsanglar, niyati maqsadingga yetinglar, murodingga yetinglar. Bizga hamma kimki yaxshilik qilib bir bergan bo'lsa, menga berib qo'ysin. O'rnalarini to'ldirib qo'ysin. Nima niyat qilsa, niyati maqsadiga yetsin, omadini bergin. Hamma yurtlarimiz, o'sha yurtlar ham tinch bo'lsin. Butun dunyo tinch bo'lsin. Ana shu yurtda yurgan musofirlar hammasi sog' salomat yurishligini nasib qilsin. O'sha yurtlar ham tinch bo'lsin. O'zimizning yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musofo bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin, podsholarimiz odil bo'lsin. Hammanglarning martabangni ulug' bo'lsin, sog' bo'lib yuringlar. Birinchi o'rinda sog'liq ekan. Sog'liq, albatta. Barchalarga sog'lik va salomatlik tilaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar. Xayr. Sog' bo'ling.